Assalomu alaykum barchaga. Bugun men sizlarga Faberlic SPF'lari haqida ma'lumot bermoqchiman. Mana birinchi SPF'imiz Expert seriyasini 50 SPF kunduzgi kremi bo'ladi. Bu kremimiz ham yuzni oqartiradi, dog'larni ochartiradi, yuzni chuqur namlantirib, yoshartiradi mana. Keyin Expert seriyasidan bizda yana bitta SPF krem bor. Oqartiruvchi 15 SPF kremi bu. Buni farqi oldingisidan SPF'i, ya'ni quyoshdan saqlash darajasi pastroq, lekin oqartirish xususiyati kuchli bo'ladi buni. Yuzda sepkillar, dog'lar shularni ochartirib, yo'qotib beradi. Keyin Leto seriyasidan mana bu SPF'imiz 30 SPF kremi. Buni 50 SPF ham bor. 50 SPF asosan quruq yuzlar uchun, 30 SPF esa yog'li yuzlar uchun ishlatiladi.